Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan sun'iy intellekt asosida ishlovchi Napkin platformasini birgalikda ko'rib o'tamiz. Dastlab siz brauzer oynasiga aynan bu manzilni yozasiz va o'zingizni elektron pochtangiz orqali ro'yxatdan o'tasiz. Ro'yxatdan o'tganimizdan so'ng bizga quyidagi oyna ochiladi va unga biz dastlab ixtiyoriy bizga kerakli bo'lgan mavzuni kiritib o'tamiz. Masalan, mavzuni yozdik va davom etish tugmachasini tanlaymiz. Endi aynan shu mavzuga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni dastlab ekranda bizga chiqarib beradi. Mana ko'rib turganingizdek, bizga ma'lumotlarni chiqarib berdi. Endi biz ixtiyoriy bo'limni, o'zimizga kerakli bo'lgan bo'limni infografik ko'rinishdagi taqdimotga aylantirish imkoniyatini beradi. Endi bunda ma'lumotlar bo'limlarga ajratilgan holatda ekranda namoyon bo'ladi va ularni biz kerakli qismini tanlaganimizda ekranning chap tomonida napkinning belgisi paydo bo'ladi. Aynan bu belgini biz tanlaganimizda tegishli bo'limni avtomatik holatda bizga infografik ko'rinishiga o'tkazib beradi. Bunda o'tkazish jarayoni amalga oshiriladi va ekranda quyidagi ko'rinishda bizga chiqarib beradi. Va ekranning chap tomonida har xil ko'rinishlarga ega. Bulardan biz tanlab olishimiz mumkin yoki bo'lmasam ularni ranglarini ham biz o'zimizga ma'qul kelganini belgilab olishimiz mumkin. Endi aynan mana shu belgilangan infografik ko'rinishdagi matnlarni o'zgartirish imkoniyatiga egamiz. Ularni ranglarini tanlashimiz mumkin. Yoki bizga keraksiz bo'lgan qismini plus tugmachasi orqali yana ustunlarni ko'paytirishimiz mumkin yoki minus belgishasi bilan uni olib tashlashimiz ham mumkin, ya'ni keraksiz qismlarni. Endi bundagi ma'lumotlarni yuklab olish jarayoni qanday amalga oshiriladi? Har bir infografik ko'rinish yaratilganda ekranning o'ng tomon yuqori qismida export tugmachasi namoyon bo'ladi va uni bir marta tanlash orqali biz 4 ta formatda saqlab olish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bizga doimiy ravishda tahrirlash imkoniyatini berish uchun PowerPoint formatini tanlaymiz va export tugmachasini bosamiz. Bu avtomatik holatda kompyuterimizning xotirasiga kelib tushadi. Endi yuklab olingan faylni ko'rish uchun biz ekranda yoki tahrirlab ko'rish yoki ixtiyoriy ko'rinishdagi holatlarga keltirish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Ustozlar, bundan tashqari bu hozir sizga faqatgina o'zi taqdim etgan ma'lumotlarni infografikka o'tkazib berish imkoniyatiga ega. Biz tomonimizdan ixtiyoriy so'zlarni kiritish yoki kompyuterning xotirasida bor ma'lumotlarni nusxa olib ko'chirib o'tkazish imkoniyatiga ham egasiz. Bunda ixtiyoriy ma'lumotlarni yozish uchun Enter tugmasi bilan yangi qatorga ikkita qator tashlab o'tiladi va undan keyin kerakli ma'lumotlarni yozishingiz mumkin. Misol uchun biz kompyuter qurilmalari haqida yozmoqchimiz. Misol uchun monitor, yangi qatordan klaviatura, protsessor va hokazo ko'rinishda siz tanlashingiz mumkin, kiritib borishingiz mumkin. Endi aynan shu belgilangan kiritgan ma'lumotlarimizni ham infografik ko'rinishiga aylantirib beradi. Bunda ma'lumotlarni taqdim etganda belgilarni sun'iy intellekt asosida avtomatik internet tarmog'idan o'zi tanlab qo'yib beradi. Mana ustozlar, e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, bunda klaviaturaning, monitorning va protsessorning rasmlari bilan bizga taqdim etadi. Hurmatli kuzatuvchilar, o'ylaymizki, bu ma'lumotlar sizga kerakli bo'ldi. Kasbiy faoliyatlaringizda aynan bu platformalardan foydalanishingizni tavsiya etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.